saqlashni o'rganaylik. Birlikka umid ko'zlarini tikib turgan xalqning ixlosini qaytarmaylik, saflarini parchalamaylik. Po'latovning mardonaligi, donoligiga ergashib kelgan xalq necha 10 ming ekanini unutmaylik. Yo'qsa askarsiz generallarga aylanib qolish hech gap emas. Modomiki shu haligidagi bu yerda aytishyapti, biz alohida chiqib ketamiz deb. Nachora, avvalo biz yalanamiz, xolaylar birgalikda harakat qilaylik. Namoda ular chiqib ketadigan bo'lsa, birlik nomiga nima qilishmasin, o'zlariga boshqa nom topsin, birlik asli holida qolsin. Taklifim. Takliflarimiz hay'at a'zolarini sog'lomlashtirish kerak. Nima sababdan? Bizni tashkilotimiz a'zolari ko'pchilik hay'at a'zolarini ko'pchilikning ishidan qoniqarsiz deb baholadi, chunki ular xalq bilan ishlashayotgani yo'q, umuman ish bajarishayotgani yo'q. Sog'lom kuchlar bilan to'ldirish kerak. Mana shu bizni qo'limizda bor qurolimiz. Faqat mana shu taklifim hay'at a'zolari sostavini qayta ko'rib chiqilsin. Bunga haqiqatan xalq bilan ishlaydigan, shijoatli, sog'lom fikrli, qat'iy o'zidan baqirgan odamlarga kirsin. Markaziy kengash nizom bo'yicha hay'atni markaziy kengash hal qiladi. Markaziy kengash hal qiladi. Nizomdan tashqariga chiqilmaydi. Keyin raisimizga bitta taklif istagimiz bor. Nizomimizga teskari bo'lgan narsalarni kun tartibiga qo'yilishga qat'iyan norozilik bildiribdilar. Shuning uchun qurultoyga qadar bizni platformamiz ijtimoiy siyosiy strategiyamizni ishlab chiqish mana shu favqulodda qurultoyga tayyorgarlik komissiyasiga topshirildi va qurultoyda mana shu masala ko'rib chiqildi. Mana taklif bor. Mana hozir pozitsiyalar, ikkita pozitsiya paydo bo'lyapti. Pozitsiya bo'lgan Мухаммад Салих и его сторонники, считавшие Берлик своим детищем и откровенно ревновавшие к популярности Абдурахима Пулатова, не заметили, как стали чужими. Они не заметили, что за прошедшие полгода пришли новые люди. Берлик вырос, перешагнул стены писательского дома и стал подлинным народным движением. Biz bunga mas'ulmiz va oxirigacha boramiz. Men xabar qilmoqchimanki, hozir mana shu 14 ta odamda juda ko'p gap bo'ldi. 14 ta odam o'zining ishini ertagayoq o'z yangi strukturasini e'lon qiladi va yangi hay'at a'zolarini saylaydi va yangi rais saylaydi ertadan boshlab biz indinga yoki undan keyingi kunlarda biz e'lon qilamiz programmamizni va hisob ochamiz va shu hisob bilan odamlarimizni yig'ib o'z guruhimizni tuzib biz birlik nomidan ishlaymiz. Birlik shu yerda va qolganlar xohlaganlar chiqib ketaversin. Bir paytda Sulaymon podsho bo'lgan ekan. U juda ham dono bo'lgan ekan. Shu dono oldiga ikki ayol bir bolani ko'tarib ketdi deb talash chiqdi. Bir ayol aytdiki, shu bola debdi, men tug'ganman debdi, bu bola meniki debdi. Ikkinchi ayol aytdiki, yo'q dedi, bu bolani men tarbiya qilganman, bu meni bolam debdi. Juda ham ko'p munozara bo'ldi. Taltinchlikning o'rtada. Shunday qilib Sulaymon podsho o'ylab turibdi-da, javob chaqirdi. Mana shu bolani debdi. Ikkiga bo'lib, ikkaloga bo'lib bering debdi. Shunda ayolning bittasi do'q faryod qildi. Men gapimni qaytib oldim debdi. Bu bola meniki emas. Bu bola meniki emas, o'sha xotiniki, o'shanga qaytarib beringlar. Shundan keyin Sulaymon podsho aytdiki, xabarlar. Ko'rdinglarmi, bola kimnikini? Endi tinchlikka o'rtoqlar. Shuning uchun hozirgi bo'layotgan munozarani kim mana shu ahvolga olib keldi? Nega biz bolani hozir endi haligi Gulsharoba siz ko'rsatgan rasmdek endi yurishga kirayotgan bolani mana shunday bo'lishga olib kelyapmiz. Hozir mana birligimiz deb shu zalda o'tirayotgan odamlar birlik deb mana bizda bir bizda aytayapmizki, o'sha 9 tami 14 tami nechta bo'lsa ham chiqib ketsin. Bu juda ham oson gap. Bu og'zi bir uchidan chiqib ketayotgan gap, lekin bilib qo'yinglarki, o'sha 14 tami 9 tam chiqib ketayotganlarning ichida juda intellektual darajasi bor. Haqiqatan bir xizmat qilgan. Men ularni birortasini oqlamoqchi emasman, bularni ham oqlamoqchi emasman. Faqat men sizlarning tarafingizda bo'lmoqchiman. Nima uchun sizlarning tarafingizda bo'lmoqchiman? Chunki bizda juda ham aldanyapmiz hozir. Shunday aldanyapmizki, bir paytda 70 yil oldinmi, keyinmi qanday aylagan bo'lsa, hozir ham shunaqa aldanyapmiz. Lekin ko'zimiz hozir ko'rib o'tiribdiki,
Mana shuni himoya qilish kerak, Po'latov himoya qilish kerak. Mana shu haqiqat bo'ladi. Yo'q bo'lmasa ikkinchi tomonchi. Qandaydir bir 3 pulga qimmat xat qilib majlisdan o'qib beradi. Bu nimasi? O'rtoqlar, men aytdim, men savollarga javob beraman. Men uchun rais ham yo'q bu yerda, rais bilan o'tirgan 4 ta odam ham yo'q, chekasham. Biz yangi aktivamiz. O'tiringlar degan gapni tushunasizlarmi? Islom, o'tiringlar. O'tiringlar. Феодально-байский социализм и сырьевая экономика колонии мало способствовали изменению политического сознания общества. Поэтому партийной номенклатуре удалось расколоть оппозицию. Мухаммад Салих и его сторонники, как и джадиды в начале прошлого века, поверили обещаниям большевистской власти. Однако цель партийной мафии обладать послушным политическим инструментом для торгов с кремлевскими хозяевами провалилась. Ular ham sher kim, quyon kimligini farqiga borishadi. Yana qaytaraman, kim sher, kim quyonligini bilishadi. Ularga sher kerak emas, ularga quyonlar kerak. Shuning uchun ham shu ishlar bo'lyapti. Abdurahmon aka fan doktori, kommunist bo'lishlariga qaramasdan doimo ko'kraklarini qarqon qilgan. Men shuning uchun tasavvur qildim. Biror marta choy ichmaganman odam bilan o'tirib. Shu birlikning asosiy kengashini bo'lib yuborishga harakat qilayotgan yozuvchilar soyuzidagi o'rtoqlar avvalo yozuvchi sifatida o'z o'rnini topgan odamlar emas. Buni biz shaxsan shu yozuvchilar soyuzini bitta bugungi kundagi eng yaxshi bir aliylar sifatida ayta olaman men buni. Bular albatta ma'lum rahbarlarning gapiga bu sotilgan odamlar, boshqa gap emas. Bugungi kunda birlik o'zbek xalqini taqdiri to hal bo'lmaguncha ularda hech bittasini mansab talashga haqqi yo'q. 15 октября 1989 года состоялся первый и последний в новейшей истории Узбекистана разрешенный митинг политической оппозиции на площади Ленина. Мухаммад Салих и Абдурахим Пулатов – лучшие представители узбекской интеллигенции. Сегодня они в последний раз выступают как союзники. Тогда они еще не знали, что скоро Советский Союз рухнет, и они станут непримиримыми врагами и на долгие годы расколют оппозицию. Kengashda biz taklif qilingan narsalar 1-2 kundan keyin qandaydir sirli qo'l bilan o'zgartirilib, yana qaytadan boshlashga majbur bo'ldik. Birinchisi 5-modda, 8-modda, 12-modda. Однако глубинной причиной раскола оппозиции были не внешние силы, а внутренние идейные разногласия. Для Салиха и писателей, идеализировавших традиционные ценности и считавших главной причиной несчастья узбекского народа метрополию, первичной была борьба за государственную независимость в союзе с существующей властью, а демократия вторична. Biz juda ko'p tadbirlar o'tkazdik va markaziy komitetga, O'zbekiston Isroil Oliy Sovetiga, umuman olganda respublika rahbariyatiga O'zbekistonda o'zbek tili raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak degan fikr yetkazildi. Matbuotda yangi qonun loyihasi e'lon qilindi. Lekin mening shaxsiy fikrim, respublika rahbariyati hali ham xalqni aldash uchun harakat qilib yurganini ko'rsatmoqda bu qonun loyihasi. Biz hali tinchishimiz kerak emas ekan. Bugun biz ishimizni tamomlamaymiz. Biz bugun haqiqiy ishimizni boshlashimiz kerak. Xalqning ko'zi ochilganini, xalq o'zi istagan ishlarni qila olishga kuchi borligini ko'rsatmas ekanmiz.
Jumhuriyatimizda birorta ham muammo yechilmaydi. Iloji bo'lsa, mana bugun gaplashib olaylik. Har kuni, har soat, har minut shu yerda o'tirib, miting o'tkazib, xalqning irodasini hokimiyat rahbarlariga bildirishimiz kerak. Iloji bo'lsa, для Пулатова и его сторонников, тяготевших к западным ценностям и считавших основной причиной несчастья узбекского народа продажность национальной бюрократии и потому не верившей местной власти, важнее была борьба за демократию, свободу личности и права человека, а независимость вторична, как производная от первого. Markaziy komitetni faol odamlari bor, apparatning odamlari bor. Shulardan sizning nomingizdan iltimos qilamiz. Mirzo Olim aka Ibrohimovni bu yerga taklif qilishsin. Biz yurak dardlarimizni u kishiga aytaylik. Xalq bilan hokimiyat birligi boshlanganini shu yerda ko'raylik do'stlar. Председатель парламента Мирза-Алим Ибрахимов не придет на митинг. Намеки власти о желании сотрудничать с оппозицией, озвученные писателями, были не более чем циничной ложью. 20 октября марионеточный узбекский парламент с небольшими поправками утвердил закон о государственном языке, в удобной, как и предполагалось, для правящего класса редакции. Mahmudov Abdullayev. Men kastom direktor, Bu yoqdan keldim, ruxsat yo'q, bu yoqdan keldim, ruxsat yo'q, bu yoqdan bordim, ruxsat yo'q. Nima qilishim kerak? Qani, qayerda hozir ittifoq bo'yicha miting bo'lyapti. Hamma joyda borib ko'rdim, Moskvada, Leningradda, Pribaltikada mitinglarni borib ko'rdim. Lekin mana bunaqa sharmandalikni men ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Uyat, bizni o'zligimizni yuziga oyoq qo'yapmiz. Попытки неформалов с помощью митингов оказать давление на Верховный Совет провалились. Власть дозировала выступления оппозиции. Она позволила ровно столько, сколько было необходимо для демонстрации метрополии недовольства коренного населения. После чего Центральный комитет партии во главе с Каримовым издал репрессивный указ. Улицы были заблокированы и начались массовые избиения и аресты активистов оппозиции. Vatanim uchun deb, xalqim uchun deb, sizlarni jonim tanim bilan qorda, yomg'irda yotib jonim berib kelsam, sizlar endi harakat qilinglar, qo'rqmanglar, ammo birlikni qo'lab ushlab taraqqiy yetkazinglar. Tilimizni olamiz, tilimizni, dinimizni ham olamiz, hammasini o'rniga qo'yamiz. Как это не грустно, в эти дни наши розовые иллюзии относительно сотен тысяч сторонников Берлика развеялись. Сочувствовали многие, но политически зрелых, готовых бороться за свои законные права, пожертвовав благополучием, оказалось крайне мало. Bizlarga lekin o'tadiganlar juda ham ko'p, qoladiganlar ham ko'p. Mayli qolaversin. 3 yil surak bo'lish kerak. O'zbek tilini o'rganishga. Undan oshig'i kerak emas. Hammalar
Amerikada, Estoniyada, boshqa respublikalarda o'z tili uchun kurashganlarga bemalol sharoit yaratib berilgan-ku, hozir oshkoralik davri bo'lsa-da, bizni mana shunday qilib tahqirlashdi. Men masalan, o'zim o'qituvchiman. Dars beraman qishloq xo'jalik xodimlari uchun. Ya'ni qishloq xo'jalik kadrlarini tayyorlayman. Butun qishloq xo'jaligida ishlaydiganlar faqat o'zbeklar. Bironta u yerda ruslarni ko'rmayman. Komandirovka yuraman hamma vaqt. Lekin bizda butun o'quv qo'llanmalari rus tilida. Agarda hujjatlar ham rus tilida, bundan buyon agarda rus tili yana ikki tillilik bo'lar ekan, усвоившие идеологический штамп о равенстве союзных республик СССР и ее граждан, люди вдруг с горечью обнаружили, что отстали не только в экономике, но и политической культуре, и что власть у нас иная, чем в Прибалтике, азиатски лукавая и жестокая. Odamlarni chumalachalik ko'rishmas ekan bular. Mana shu zaminni, mana shu O'zbekistonni egasi, haqiqiy egasi bo'lgan odamlarni oyoq ostiga olib ketishga tayyor ekan bular. Aziz do'stlar, bizning yo'limiz faqat birlashish. Biz o'sha odamlarni